inspektorlar kelishi kerak. Aqlli, u bilimli odamlar kelishi kerak. Mamlakatimizda prezidentimiz tashabbusi bilan har haftaning payshanba kuni Yoshlar kuni sifatida o'tkazilishi belgilangan. Ushbu tashabbus yoshlar bilan ochiq muloqot qilish, ularning muammolarini o'rganish va amaliy yechimlar ishlab chiqishga qaratilgan. Tumanimizda ham mazkur kun doirasida qator tadbirlar tashkil etildi. Tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev, tuman davlat xavfsizlik xizmati rahbari hamda mas'ul idoralar rahbarlari birinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib, bu yerda yaratilgan shart-sharoitlar va ta'lim jarayoni bilan tanishdi. Tashrif davomida zamonaviy jihozlangan o'quv xonalari, amaliy mashg'ulotlar jarayoni, o'quvchilarning innovatsion g'oya va tashabbuslari ko'zdan kechirildi. Uchrashuv chog'ida yoshlar bilan ochiq muloqot tashkil etildi. O'quvchilar o'z taklif va tashabbuslarini bildirib, kelgusidagi rejalari bilan o'rtoqlashdi. Hurmatli prezidentimizning yoshlar bilan uchrashuv yig'ilishlarida har haftaning payshanba kuni yoshlar kuni etib belgilandi. Yoshlar kunida har payshanba kuni tumandagi mutasaddi tashkilot rahbarlari har bir ta'lim muassasalariga borib, yoshlar bilan uchrashib, fikr almashib, yoshlarga bo'lgan e'tiborlari va yoshlar bilan suhbatlari orasida muammolar, takliflar va barcha yoshlar fikrlarini o'rganib, amaliy yordam ko'rsatishyapti. Biz bundan juda ham mamnunmiz. Tadbir davomida 9-sinf o'quvchisi Hakimjon Hakimjonov o'z ijod namunalaridan she'r o'qib berdi. Uning Vatan, ona va millat mavzusidagi she'rlari ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Yer oqsin daryoda, Yevropa Osiyoda. Hamma shuni xohlaydi, tinchlik bo'lsin dunyoda. Tinchlik bo'lsa-da yaxshi, tinchlik dunyoning naqshi. Hech kim bo'lmaydi qarshi, tinchlik bo'lsin dunyoda. Millatlarda totuvlik bo'lsa agarda tinchlik, hukmron bo'lsin sog'lik, tinchlik bo'lsin dunyoda. Millatchilik bo'lmasin, din ajratish bo'lmasin, yagona niyat bo'lsin, tinchlik bo'lsin dunyoda. Har kuningni qil qadr, bizniki hozir davr, islom ham tinchlik axir, tinchlik bo'lsin dunyoda. Tinchlikka ham yetmaydi, hech kim qochib ketmaydi, afsuslanib aytmaydi, tinchlik bo'lsin dunyoda. Dunyo Xudodan ne'mat, shu gapda bordir hikmat, hakim qilmoqda niyat, tinchlik bo'lsin dunyoda. Osmon musaffo bo'lsa, bulbullar shoxga qilsa, yomonlar sekin sunsa, tinchlik bo'lsin dunyoda. Bunday dard berar og'riq, qolmasa ham gar baliq, hammasi bizga bog'liq, tinchlik bo'lsin dunyoda. Mana xabaringiz bor, muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan respublikamizda har payshanba kuni yoshlar kuni deb e'lon qilindi. 30-iyun kuni bu yoshlar bayrami alohida, lekin ungacha bizda mana har payshanba kuni yoshlar kuni butun respublikamiz bo'ylab o'tkazadi. Mana qolaversa bugun mana hokim buvamizni rahbarligida mana bugun birinchi maktabdan boshladik, chunki birinchi maktab bu o'zining tarixiga ega bo'lgan maktabda. Chunki mana tumanimizda 33 tadan ortiq maktablar bo'ladigan bo'lsa, bu o'zining bir necha yillik tarixga ega bo'lgan, bir necha shogirdlarni voyaga yetkazgan maktab hisoblanadi. Tadbir yakunida yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim sifatini oshirish va ularning iqtidorini ro'yobga chiqarishga qaratilgan vazifalar belgilab olindi. Yoshlar kuni tadbirlari yoshlarning bilim olishi, kasb egallashi va jamiyatda o'z o'rnini topishiga xizmat qilmoqda.